Navbatdagi multimillioner o'z intervyularida baxt pulda emas deganida, mana shu oddiy tajribani yodga oling. Keyinchalik bir guruh olimlar tasodifiy tarzda 6000 ga yaqin kambag'al oilani tanlab olib, ularning bir nechta guruhga ajratishdi. Birinchi guruhdagilar oyiga $500 dan olib turishdi. Ma'lumot uchun, bu pulga Keniyada 1,5 yil yashash mumkin. Ikkinchi guruhdagilarga esa psixolog xizmati to'lab berildi. Bu kam ta'minlangan insonlarga stressni yengishda yordam berish kerak edi. Uchinchi guruh esa eng qizig'i bo'ldi. Ular ham pul, ham psixologik yordam seanslarini navbatma-navbat olib turishdi. Oradan 1 yil o'tgach, olimlar ularning ahvolidan xabar olishdi. Eng baxtli odamlar shunchaki pul berilganlar bo'lib chiqishdi. Moddiy ahvol yaxshilanishi ortidan ularning psixoemotsional holati ham ijobiy tomonga o'zgardi. Ham pul, ham psixologik yordam olganlarning ahvoli esa birinchi guruhlardan biroz pastroq bo'ldi. Faqat psixolog bilan ishlaganlarning ahvoli esa umuman hech qanday o'zgarish kuzatilmadi. Psixoterapiya eng asosiy bazaviy ehtiyojlari qoplanmagan odamlarga yordam bera olmadi. Pul esa ba'zilarga bir zumda yordam berish kuchiga ega. Balki boshqa ko'rishmasimiz, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.